va Fransiya o'yinida hozir xavfli burilish. Messi penalti tepmoqda. Messi. Yo'q, ura olmadi Messi. Hozir Mbappeni gala penalti tepmish. Mbappe zarba. Gol! O'yin boshlanmadimi? 5 minutdan keyin boshlanadi. Aka turib ko'ramiz. Nima Real formasini kiyib olding o'zi? Men Ronaldo yaxshi ko'raman. Ronaldo qaysi komandada o'ynaydi o'zi? Menga men Ronaldo yaxshi ko'raman. Voy, zo'r o'yin bo'ladi, lekin mana shu. Jana qiziq bo'lmaydi lekin. Nima? Ronaldo yo'q bo'pti. قدم ليو ميسي Gol! Gol! Qo'lida yaxshi kelmaydi, mana shu penaltidan uradi bular. Ronaldo aka, barataga gol uradigan. Gres. والثاني جول Ha, nima bo'ldi endi? Gol bo'ldi. Bu sxema deyiladi, taktika deyiladi. Tushundingmi? Ronaldo 5 taktika urardi, bitta o'zi aka. امبابي Gol! Hozir Messi shunaqa gol urganda oddiy gol uydi-yu. Menga aka, Messi chempion bo'lmasa bo'ldi. شوف الباس Vo, ana, mana tepada, mana barataga qo'liga tegib turib gol bo'ladi. Gol. Mbappeni yutug'i nimada bilasizmi? Yoshligida Ronaldo bilan rasmga tushgan bu. Voy, endi nima bo'ladi? Qachoncha minut bo'ladi? Chakagini o'chirib o'tirgan. Ronaldo bo'lganda qo'shimcha minutini qo'shib o'tirmadi. Qalay. Jonim bu Messi bo'ladi. Tanishib ol, jahon chempioni, Mbappechilar, Ronaldochilar, Neymarchilar. Shu bo'ladi, xo'p? Voy, brat. Hazillashdimiz siz bilan. Mana Argentina mana.